Xususan 2025-yilda Farg'ona viloyatida bu borada ijobiy natijalar qayd etildi. Viloyatda meva sabzavot eksporti 2024-yilga nisbatan 80 million dollarga yetdi. Albatta, bu natijalarga davlatimiz rahbari tomonidan yerdan unumli foydalanish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, eksport qiluvchi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan tizimli islohotlar tufayli erishildi. Mavzuni muxbirimiz aniq misollar bilan davom ettiradi. 2025-yil farg'onalik dehqonlar, sohibkor va bog'bonlar uchun har yilgidan barakali, daromadli bo'ldi. Chunki 411 million dollarlik meva-sabzavot eksporti ortida minglab farg'onaliklarning farovon hayoti mujassam. Viloyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining o'sish dinamikasiga e'tibor qaratsak, Farg'ona viloyatida 2023-yilda 220 million dollarlik meva-sabzavotlar eksport qilingan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 331 million dollarga yetkazilgan. O'tgan yilda esa 411 million dollarni tashkil etdi. Albatta, bu natijalar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Davlatimiz rahbarining meva-sabzavot yetishtirish va saqlash, qayta ishlash borasida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish borasidagi islohotlari samarasidir bu ko'rsatkichlar. Natijada viloyatda bugungi kunda muzlatkichli omborlar sig'imi 360 ming tonnaga, agrologistika markazlari soni 29 taga yetdi. Meva-sabzavotlarni qayta ishlash quvvatlari 307 ming tonnani, qayta ishlash darajasi esa 13.5% ni tashkil qilmoqda. Marg'ilon shahridagi mana bu zamonaviy meva-sabzavotlarni qayta ishlash korxonasi ham tadbirkorning 2 million dollar o'z mablag'lari hamda Jahon banki loyihasi doirasida taqdim etilgan 600 ming dollar kredit hisobiga barpo etilgan bo'lib, zamonaviy texnologiyalar yordamida yillik 3 ming tonna meva va sabzavotni qayta ishlab qadoqlash quvvatiga ega. Korxona turli hajmlarda qadoqlangan o'z brendi ostidagi mahsulotlarini Germaniya, Fransiya, Chexiya, Rossiya, Yaponiya kabi davlatlarga yetkazib bermoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan barcha sharoitlar, instrumentlar yaratilgan. Imtiyozli moliyalashtirish eksportyorlarga ko'rgazma va sertifikatlarni bir qism xarajatlarini qaytarib berish mexanizmi barchasi bor. Shuning natijasida bizning eksportimiz ham yildan yilga oshib bormoqda. O'tgan yil masalan 150 ming dollarlik eksport qilgan bo'lsak, eksportimiz faqat Rossiya bo'lgan bo'lsa, bu yil ikkinchi yarim yilligida 700 mingga chiqardik. Asosiy eksportimiz bu Yaponiya, Yevropa davlatlari bo'lyapti. Albatta, dunyoning rivojlangan va katta daromadli davlatlariga mahsulotlar eksporti o'z-o'zidan bo'lmaydi. Eng avvalo xaridorlarning mahsulotlarni bilishi, sifatiga ishonishi muhim. Bunga erishish maqsadida 2025-yilda Fransiya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Germaniya va Malayziya kabi davlatlarda o'tkazilgan xalqaro tadbirlarda mahalliy ishlab chiqaruvchi va eksportchi korxonalar ishtirok etdi. Natijalar esa eksport dinamikasida ko'rinib turibdi. 2025-yilda eksport geografiyamiz 42 ta davlat tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 10 ta davlatga kengaydi. Bundan birgina misol Italiya, Gretsiya, Vengriya, Shvetsiya, Fransiya davlatlariga kengaydi. Mahsulotlar kesimida tahlil qilinganda uzum mahsuloti 152%, ga, shaftoli mahsuloti 170%, ga, gilos mahsuloti 114% ga o'sish ko'rsatildi. Xalqaro ko'rgazmalar natijasida umumiy qiymat 60 million dollar bo'lgan eksport shartnomalar imzolangan bo'lsa, bundan 16 million dollari o'sha meva sabzavot mahsulotlari eksportiga to'g'ri keladi. Mahsulotlarda sifatli tarzda qadoqlanishi, xalqaro sertifikatlarda olinishligi hamda bularga o'sha sertifikatlarda 50% gacha bo'lgan miqdorini qoplab berilishligi davlat tomonidan bu bir qator o'sha tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlarning natijasida mana oddiygina Farg'ona viloyatining Quva tumanidagi Exim Agro MCH korxonasi ham Yevropa davlatlariga qovun, uzum, olxo'ri mahsulotlarini eksportini amalga oshirib keldi. Jaydarcha aytganda keng eshiklar, keng yo'llar ochilyapti. Eksport darajasi o'syapti yildan yilga. Karantin agentligi bilan birgalikda chet davlatlarga har oy 2 marta, 3 marta tashriflar bo'lyapti. Keng doirada masalan O'zbekistonning mahsulotini dunyoga taratish, dunyo bozorlariga olib chiqish uchun keng sharoitlar yaratib berilyapti. 5 yil oldin 400 ming dollar eksport qilingan. 2025-yil davomida 4 million 600 ming dollar eksport qildim. Bu bizga berilayotgan imkoniyat, bizga berilayotgan sharoitlardan unumli foydalanishga harakat qilyapmiz. Tan olish kerak, bundan bir necha yil avval ham Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya kabi davlatlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish ko'p eksportyorlarning orzusi edi. Bugun zaminimizda yetishtirilgan sarxil meva sabzavotlar gigant davlatlarning markaziy savdo tarmoqlarida sotilmoqda. Mana 2025-yili Amerika davlatida bo'ldik, muhtaram prezidentimiz bordilar. O'sha joylarda bizning mahsulotimizni juda ham o'zini o'rnini topdi va talab yuqoriligini biz bildik. Amerika davlati va boshqa davlatlarda mana
2024-2025 yildan beri Saudiya, Qatar davlatlariga xurmo, gilos, uzum, boshqa mahsulotlarni mana Mongoliya davlatiga 2-3 barobar qimmatiga sotyapmiz. Eksport geografiyasi juda ham kengaydi. Oldin masalan 5 ta 10 ta davlatga eksport qilsak, hozir 50 dan ortiq davlatga yo'llar ochiq. Faqat bunga biz sifatli mahsulot yetkazib bera olishimiz kerak. Bizga imkoniyatlar bor, sharoitlar bor. Shuncha imkoniyatlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizdan biz xalq, savdogarlar, tadbirkorlar albatta xursandmiz. Farg'onada 2026-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va eksport qilish uchun ham katta marralar olindi. Xususan, 3 million tonnadan ortiq meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirilishini inobatga olib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini 600 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Buning uchun asosiy e'tiborni qayta ishlangan mahsulotlar, jumladan quritilgan, shok usulda muzlatilgan, sublimatsiya qilingan, dukkakli va boshqa narxi yuqori bo'lgan mahsulot turlariga qaratib, eksport geografiyasini yanada kengaytirish ko'zlanmoqda. Yetishtirilgan mahsulotlarni sifatli saqlash maqsadida muzlatkichli omborlar sig'imini 440 ming tonnaga, agrologistika markazlari sonini 36 taga, meva-sabzavotlarni qayta ishlash quvvatlarini 473 ming tonnaga, qayta ishlash darajasini esa 20% ga yetkazish ko'zda tutilmoqda.